Fasadi 67 metr bo'lgan 14 ta kotej tushadigan Chorbog' yo'lini birinchi liniyasidagi Yangi Toshkent Tabraskadan 11 kilometr hamma kommunikatsiyasiga ega joyimiz sotuvga tushgan. Investor quruvchi akalarimizga eng yaxshi lokatsiya. Chunki uyimizni atrofi 3 ta tomonida ko'chasi bor. O'rtadan bitta ko'cha tushirib, 14 ta kotejni bemalol joylashtirib olsangiz bo'ladi. Bu dachamiz o'sha mashhur dacha, yo'l yuzidan ko'rinib turadi. Eyfel minorasi bor dachamiz. Ko'ryapsizlar, ichkarini to'la daraxtlar, mevali daraxtlar bilan to'lgan, dekorativniy daraxtlar, soya, yerlari suvli joy, kotej uchun juda ham ideal joy hisoblanadi. Qurilishni boshlaganingizcha bu joydan yozda sezonda bemalol foydalanib, kuniga 3 milliondan daromad ko'rsangiz ham bo'ladi. Mana shu dachaning ichida ko'rinib turgan hamma narsa tashab ketiladi, qoladigan narsalar bemalol bulardan ham foydalansangiz bo'ladi. Bular ham qo'shimcha pul hisoblanadi. Bu joyi shuncha narsasi bilan olgan odam aniq yutqizmaydi. Ko'ryapsizlar, shunaqangi banket uchun ham chiroyli joylarni qilib qo'ygan. Yana eslatib o'taman, joyimiz 67 ga 40 bo'ladi. 24 sotik joy kadastrda, aslida 26 sotik. Siz faqat 24 sotikka to'laysiz. 1 sotigining narxi 16500 dollardan belgilangan. Joyida kelib turib yana gaplashsangiz ham bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqazmanglar. Shunaqangi joylarni sizlar uchun topib qo'yib boramiz. Pastda raqamlar bor, bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi.